Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchaymizlar? Sog'lig'ingiz joyida? Xo'p, bugungi bizning kanalimizda signal zonalarimiz qanaqa ishladi? Soat 7-chi, bugun sana 7-chi soat 22:14. Birinchi signalimiz boom 300 parasida. Xo'p, bergandik. Tasdiq bergan ekan birinchi, ikkinchi, 3 marta ishlab bergan, keyin ikkita M15 bizga yopilgan, stop loss olgan. Xo'p, bu real bozorda nima qilganligini ko'rib chiqamiz endi. Boom 300 parasi mana. Bu 300 parasi o'sha stop loss olgandan keyin olibdi mana. Keyin qaytib M15 tepaga chiqmagan, tasdiq bermagan, shundan beri shuncha joyga oqib ketgan. Biz shuncha vaqt davomida asablarimizni asrab, depozitimizni asrab, bozorda minusga kirmasdan shunchaki o'tkazib yubordik. Xo'p, ikkinchi signalimiz qanaqa bo'lgan? Ikkinchi signalimiz bu 500 parasida ekan. Tasdiq bergan, stop loss olib, hali zonani ichiga yana qaytib kelgan, lekin bu sel uchun retestga chiqqan ekan. Tasdiq bo'lmaganiga men 12:46 da tashlagan vaqtimda kanalga. Xo'p, bu 500 parasi real vaqtda nima qilganligini ko'rib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. Bu 500 parasiga mana qaraymiz. Xo'p, mana bu joyda bu stop loss olgan, to'g'ri. Keyin bu yerga kirib, mana bu yerda tasdiq bergan. Xo'p, bu yerda ichida olib yurib, asosiy haqiqiy tasdiq mana bu joyda ikkinchi marta, ya'ni xo'p, bitta stop loss bo'lgan, manipulyatsiya qilib bitta shamchini yolg'ondan buzish bo'lgan ekan. Ikkita M15 pastda biz yopilgan, bu stop lossga beramiz. Keyin mana bu tasdiqdan bozorga kiramiz deb aytilgandi. Xo'p, zonamiz lekin ozginagina, juda ham kam qolib yetmasdan bu 20, ya'ni 0.05% yetmasdan turib zonamizga bu impuls bilan baga harakat qilgan. To'g'ri tasdiq bergan, lekin retest bermagan. Bu parada ham biza yaxshi foyda olmagan bo'lsak ham, lekin minus ham olmagan biza. Xo'p. Keyingi paramiz Telegram kanalimizda boom 500 dan keyingi paramiz boom 600 ekan. Boom 600 da zonasi berilgan ekan, tasdiq bermagan ekan biza signal bergan vaqtimizda. Xo'p, ko'rib chiqamiz boom 600 nima qildi. Boom 600 mana tasdiq bermasdan turib faqat selga harakatlangan. Mana bu joydagi ishlagan qisqa muddatli spike'larga aldanmaymiz akalar. Bu joyda zonasi borlar bo'ladigan bo'lsa, agar omadini bersin, malades. Lekin asosiy harakat selga kamgina korreksiya qilib baga yurishga bergan. Biz impulsni selda boom 600 ni o'tkazib yubordik, ya'ni kamroq emas, umuman ziyon qilmadik. Chunki zonamizdan tepaga chiqib bersagina bu harakat qilishini bilamiz. Xo'p, boom 600 ketdi. Boom 900 dachi. Boom 900 tasdiq bergan ekan, retest 3 retest berib ketgan ekan. Xo'p, 12:48 da shunaqa ish qilgan ekan. Real vaqtda nima qilganini ko'rib chiqamiz. Boom 900 indeksi. Mana. Xo'p, akalar qaraymiz. Mana bu paramiz juda ham yaxshi ishlab, bizani foydaga olib chiqib berib, ishlab bergan para ekan. Shu bugun hisobida. Xo'p, bozorimiz birinchi o'rinda biz signal bergan joyimizda bozor mana bu joyda edi. Retestga kelgan, mana retest zonaga kirishni boshlagan. Biza bitta M15 pastda biz yopilgan, to'g'ri ikkinchi M15 lekin yana zonani chekirib olgan. Bu stop loss emas. Keyin tepaga chiqib, ya'ni hisoblab chiqadigan bo'lsa, zonamizdan birga bir dashi birdan ham ziyod yurib bergan. Xo'p. Yo'q, birga bir yurib bergan ekan mana. Birinchi etap ishlandi, keyin yana retest kelib yana bitta yurib bergan. 2 marta ishlab bergan, 2 marta birga birda olib chiqib ketgan bo'lsa, keyin ikkita M15 biz yo'qlab stop lossga bergan biza. Lekin undan beri hali ham oqib ketyapti. 2 etap 2 marta ishlab bergan ekan. Yaxshi. Boom 1000 da nima degan ekan biza? Bu 1000 parasi. Bu 1000 parasi bizdan zonamizga kelib, mana e'tibor berib qaranglar o'zlaringiz ham, zonamizga kelib, qaytgan. Hech qanaqa tasdiq yo'q, signal vaqtida. Asosiy harakat selga qilib ketayotgan ekan. Xo'p, bu real bozor nima qildi keyin bu 1000? Ko'rib chiqamiz. Bu 1000 mana bu joyda signal berilgan ekan. Asosiy harakati shuncha oqib ketgan, bizni kurashmagan biza.
Lekin mana endi tasdiq bergan bu ham 3/3 retest berib ko'targan. Hali yana ketishi ham mumkin. Asosiy tasdiq mana bu retest. Kirish uchun retest nuqtasi mana bu deb belgilab olamiz. Mana kurs tushunish bo'lish uchun. Mana zonamizga 3/3 kelgan. Tasdiq M3 biz yopilsa, ya'ni tasdiq bergan, mana bu tasdiq shamchamiz. Zonamizdan keyin 1/1 yurib bergan mana. Zonamiz necha punkt, nechta shamcha to'g'ri kelsa, bu ham shuncha yurib bergan. Hali bu yo bundan ham ko'p yuradi yoki retestga kelib yana ko'tarish kerak, nasib bo'lsa xudo xolasa. Xo'p, bugungi bizning signallarimiz 5 ta edi. 5 tadan 3 tasi retestga kelgan, 2 tasi stop loss olgan ekan. Bu men esa eng chiroyli yurishlarni qilib bergan ekan akalar. Bu videoni tugatamiz. Nasib bo'lsa ertaga yana zonalarni, aktiv zonalarni beraman. Qanaqa qilib ishlatish mana bu videoda bor YouTube kanalimizda. Yaxshilab ko'rib olamiz. Keyin ertadan boshlab nasib bo'lsa, bugun ozgina zonalarni berish kech qoldi. 12:30 nasib bo'lsa ertaga 12:30 dan oldinroq beramiz. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.